Qamashi tumani Kichikto'l qishlog'ida O'g'lonjon ota ziyoratgohi bor ekan va bu joy juda ham ajoyib. Menga juda ham qiziq tuyuldi. Ma'lumotlarni oz olamiz. Hoji bobomizdan ma'lumot bilishimiz bo'yicha mana shu joyda hoji bobomizni ajdodlari yotib ekan. Mana bu kishi shu kishining O'g'lonjon ota azizlarimizda qabri. Bizning tilimizda yosh kishi uchun rivoyatlarga qaraganda O'g'lonjon deb nomlab qolganmiz. Mana bu yerda nomlab qolganmizda o'zi aslida rivoyatlarga qaraganda Hazrati Alining kenja ukasi Hazrati Jafar degan inson bo'lgan ekanlar. Shu payg'ambarlarimiz davrida Hazrati Ali Sherihuda shu tomonda kofirlarni tozalash uchun, musulmon qilish uchun shu yerga kelib, bir xuruj kelganda bir daydi o'q kelib o'sha tekkan ekanlar. O'shani shu yerga dafn etib ketayotganlar. Yillar, oylardan oylar o'tib, Dehqonoboddan Qizilchasi degan joydan bir Qarjoboy degan boydi. Boybodan sado chiqqan ekanki, men shu yerga bir yodgorlik qoldiray. Xudoga shukr, davlatim yetarli deb usta olib kelib Uzor rayonimizdan endi shu yoqdan ustalarni olib kelib mana shu maqbarani qabrni ta'mirlagan, sag'ana qilgan ustalarni katta maqbarani ustalarga ketadigan haqlarni hammasini shu boyboy berib qurdirib berganlar. 1880-1890 yil atrofida. Yer bitgandan keyin bittagina masjid qurib bergan ekanlar. Masjid endi qatag'in davrda soldatlar kelib, soyuz davrida boshlanganda shu o'rislar kelib, masjidlarni ham buzib, boyni ham xalq dushmani qilgan, bobomizni ham xalq dushmani qilgan. Shundan keyin otamiz 14 yoshda qolib, dunyomiz tinchigandan keyin so'ng kelib bu yerda egallab, kelgan ketganlarni ziyorat qildirib, yo'llarni ko'rsatib, mana eshiklar o'pirilib, mana devor mana bu yerga o'pirilib ketgan, ularni yamab, shaxslab qo'ldan kelgancha loydan, g'ishtdan ta'mirlab yurganlar. So'ng Xudoning qudrati bilan 2019-yilga kelib davlatimiz bir Yakkabog'dan bir yigit Oliy sud deputatligiga nomzodini qo'yib, men shu O'g'lonjon ota bilan mushkul sho degan joyimiz bor. Ikkalasini ta'mirlatib beraman deb, agar Oliy sudda bo'lib qolsam degan niyatda Xudoning qudrati bilan Oliy sud deputati bo'lib qolib, davlat tomonidan 1,450 million so'm o'tkazib, yaxshilab berib ketishdi. Shuni otasiga rahmat duosini qilib turibmiz. Ziyoratgohda muhim odoblardan biri esa hech qachon qabrlardan, jismlardan, daraxtlardan, toshlardan, buloqlardan madad so'ralmaydi. Faqat Allohdan so'raladi. Ziyoratgohlarga esa faqatgina shu yerda yotgan odamlarni ziyorat qilgan, duo qilgani kelinadi xolos.